Assalamu alaykum, sevimli qarindoshlarım. Ben Mihray Rahman. Biz şerin buluq seriyanı o'qib, tungi vaqtimizda 3-chi bosqich islom davati Makka sirtida degan mazmunning Baytul Muqaddasga safar va miroj degan temaga kelgandik. Unda bo'lsa davomini yana davomli o'qaylik. Baytul Muqaddasga safar va miroj. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning davati mushriklarning zulm va ziyonkashliklari tufayli g'alaba va mag'lubiyat o'tirsida qadr ahvol yo'l ichib ilgirlayotgan va yiroq ufuqlarda g'alaba yulduzlari g'ilpol nur chechib ko'rinayotgan bir paytda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Baytul Haramdan Baytul Muqaddasga safar qilish va u yerdan Alloh taoloning dargohiga marojga chiqish safari muvaffaq qilindi. Tunji Aqaba bayiti. Yuqorida Yasriblik 6 nafar kishi Besatning 11-yili haj mavsumida musulmon bo'lgan bo'lib, ular Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan bu elchilikni o'z qavmlariga cho'qim yetkazishga va'dalashgan degan edi. Buning natijasida 2-yili haj mavsumi Besatning 12-yili milodiya 621-yili 7-oy da Yasribdan 12 odam hajga keldi. Ularning 5i oldingi yili Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan ko'rishganlar. Shu yili kelolmagan bir kishi Jabir ibn Abdullah ibn Riyob edi. Qolgan 7si yangidan qo'shilib kelganlar edi. Ular: birinchi Muaz ibn Haris ibn Afrai. U Hazraj qabilasidan, ya'ni Najjar jamoatidan. İkincisi Zakwan ibn Abdul Qays. Hazraj qabilasi Bani Zurayq jamoatidan. Üçüncüsü Ubara ibn Samit. U Hazraj qabilasi Bani Ghanam jamoatidan. Dördüncü Yazid ibn Saylaba. Hazraj qabilasi Bani Ghanam jamoatidan. Beşinci Abbas ibn Ubara ibn Nazla. Altıncısı Abul Haysam ibn Tayhan. U Avs qabilasidan. Yettincisi Uvayim ibn Saida. Avs qabilasidan. Bularning eng oxirgi ikkisi Avs qabilasidan, qolganlari Hazraj qabilasidan edi. Ular Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan Mina teqidagi Aqaba degan joyda uchrashib, ayollar bay'at qilgandek, ya'ni Makka fathi qilingandek, nozil bo'lgan ayollar bay'at qoidasi bo'yicha man tushuntirish beribdi. Ayollar bay'at qilingandek deganga tushuntirish berib, ya'ni Makka fathi qilinganda nozil bo'lgan ayollar bay'at qoidasi bo'yicha deb tushuntirish beribdi. Mush bo'yicha bay'at qilib berdi. Imom Buxoriy rahimahulloh Ubada ibn Samit raziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizga: "Kelinglar, menga Allohga hech narsani sherik qilmaslikqa, o'g'irlik qilmaslikqa, zina, fohisha qilmaslikqa, bolalaringlarni kambag'alchilikdan qo'rqib o'ldirmaslikka, o'z oldinglarga bo'hton o'ydirib chiqmaslikqa va yo'lliq ishda menga osiylik qilmaslikqa bay'at beringlar. Kimki o'z va'dasiga vafo qilsa, uning ajrini Alloh beradi. Va kimki shu ishlarning birorasiga chetilib qilib, shu sababdan dunyoda jazolansa, u jazo shuningga kaforat bo'ladi. Kimki shu ishlardan birorasini sodir qilib, Alloh uning bu aybini yapsa, uning ishi Allohning ilkida bo'ladi. U xolisa azoblaydi, xolisa uni kechirim qiladi", dedi. Shuning bilan men yana bir nusxada biz Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ashu matlarning hammasiga bay'at qildim yoki qildik deyilgan. Islom elchisi Yasribda bay'at tamom bo'lib, haj faoliyatlari oxirlashib, hajlar o'z yurtlariga qaytishga boshladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Yasribdagi
musulmonlarga islom shariatini o'rgatish, diniy ahkomlarni tushuntirish va u yerda texcha sherik aqidada turayotgan odamlar orasida islom da'vati ilib berish uchun o'zining tunji elchisini ashlarga ketib Madinaga yo'lga soldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu elchilikka eng dastlab musulmon bo'lgan islom yosh avangardlaridan bir bo'lgan Mus'ab ibn Umayr raziyallohu anhuni tanlagan edi. Xo'shalnarliq natija. Mus'ab ibn Umayr raziyallohu anhu Asad ibn Zurara raziyallohu anhuning uyiga tushdi va u ikkisi birlikda Yasrib aholisiga to'lib toshgan qizg'inlik bilan din tarqitishga boshladi. Mus'ab uzoq o'tmay Yasrib xalq orasida Muqriyun, ma'nosi Qur'on o'rgatuvchi degan nom bilan to'nildi. Uning islom da'vatida eng zo'r muvaffaqiyat qozongan so'rinlarning biri shuki, u bir kuni Asad ibn Zurara raziyallohu anhu bilan Bani Abdul Ashhal va Bani Zafar mahallariga da'vatga chiqqan edi. Ular buni Zafar jamoatidan bir kishining beg'iga kirib, u yerda Biiri Miriq deb ataladigan bir quduqning levida so'rin tuzib o'ltirdi. Ularning qishig'a bir bilik musulmonlar jam bo'ldi. Shu kunlarda Texi Bani Abdul Ashhal jamoatning boshlig'i Usayd ibn Uzayr bilan Said ibn Ma'azlar musulmon bo'lmagan edi. Ular buni anglab Said Usaydga "Yur, bizning sodda odamlarimizni ahmoq qilg'ili kelgan bu ikkalarni to'sqin. Ular bizning bu yerlarimizga kelib yurmasin. Men boray desam, Asad ibn Zurara hamma achamning o'g'li. Shundoq bo'lmagan bo'lsa, seni avatmay ularga o'zimni tetidim", dedi. Shuning bilan Usayd ibn Uzayr naysini elib, heliqi bog' tarafga qarab chapdi. Asad raziyallohu anhu Usaydning yiroqdan kelayotganligini ko'rib, Mus'ab raziyallohu anhuga "Bu kishi bir jamoat xalqning boshlig'i. Sening qishingga keldi chig'i, uningga xudolik uchun ta'sirlangudek ikki og'iz so'z qilib qo'ygin", dedi. Mus'ab raziyallohu anhu "Agar o'ltirsa shunda qilay", dedi. Usayd yelila til soladagandek ochiqi bilan kelib, ularning beshida to'xtadi va "Sizlarni bu yerga kim chaqirib keldi? Ish uqmaydigan ojizlarimizni ahmoq qilmoqchimisizlar? O'zinglarning xususiy hojatinglar bo'lsa, aytinglar, bo'lmasa ko'zimizni yo'q qilinglar", dedi. Bu chaqda Mus'ab raziyallohu anhu uningga "Avval o'ltirib tanshab baqmamsan. Sen rozi bo'lgudek ish bo'lsa, qabul qilarsan. Navoda yoqtirmagudek bo'lsang, sana tangmaymiz", dedi. Usayd "Gaping o'rinliq", dedi-da, naysini oldiga sanjib qo'yib o'ltirdi. Mus'ab raziyallohu anhu uningga islom dinini qisqacha tonishtirdi va muyassar bo'lgan miqdorda Qur'on tilovat qilib berdi. Asad ibn Zurara raziyallohu anhu mundaq degan: "Alloh bilan qasamki, biz Usaydning eg'isidan gap chiqib bo'lguncha uning chiroyining jilvinib ketganligini ko'rib, uning vujudiga islom nuri ta'sir qilganligini his qilgan edik." Tilovatdan keyin Usayd: "Bu nima degan mazmunliq kalam? Bu nima degan yaxshi din? Buningga kirmoqchi bo'lsa, nima ish qilish kerak?" deb so'radi. Mus'ab bilan Asad raziyallohu anhuma ikkalan: "Avval g'usl tarat olasan va kiyimingni poklaysan, ondan shahodat aytib 2 rakat namoz o'qiysan", dedi. Usayd ibn Uzayr o'rnidan turgancha xoli bir makonga berib g'usl qildi. Ustidagi kiyimini pokiz kiyimga almashtirdi va so'ringa kelib shahodat aytdi. Orqadan 2 rakat namoz o'qidi. Ondan u: "Mening keynimda bir odam bor. Agar u sizlarga tobe bo'lsa, uning qavmidan bir odam bu ishdan bo'yin to'lg'inmaydi. Men uni hozirlik ishinglarga avatay", dedi. Shuning bilan u naysini ilib Saidning qishiga qaytdi. Said ibn Ma'az qavmi jamoatlari bilan o'z so'rinda
u Said ketgan peti o'ltiratdi. U Saidni yiroqdan ko'rib, Alloh bilan qasamki, u Said cho'qim ketgan holati bilan kelmadi, dedi. U Said so'ringa kelib to'xtab edi. Said, ularni qanday qilding? deb so'radi. U Said, men ular bilan so'zlashdim. Qasab qilib ayta olmaymanki, ularda qabul qilg'ili bo'lmag'idek yomonlikni ko'rmadim. Ammo ularni keskin to'sdim. Ular sening deganingdek qilamiz deyishib qoldi, dedi. U Said gapiga ulab, o'qishimcha Bani Haris jamoati Asad ibn Zurariga qarshi chiqib, uning sening amajangning o'g'li ekanligini bilib turib, sening yuzingni qilmay uni o'ltirmoqchi bo'libdi, dedi. Bu gapni anglab Said darhasab bo'lib o'rnidan turdi va qo'liga naysini elib, hech yonga qaramay u ikkalarining qishig'i bordi. Said u ikkalarining bexaraman o'ldirganligini ko'rib, u Said meni bu ikkalarining gapini anglab baqsin debdi deganni ko'ngliga keltirdi-da, g'azabini zo'rg'a besib, ularning qishig'iga kelib to'xtadi va Asad ibn Zurariga: "Asbray Xudo, Abu Umama, Asadning ko'niti, agar o'tirimizdagi ashu urug' tuqqanchilik qarobatimiz bo'lmagan bo'lsa edi, men munchola adab ketmagan bo'lardim. Bizga yoqmaydigan ishlarni ishik oldimizga akilib qilg'ining nemasi?" dedi. Asad ibn Zurara raziyallohu anhu Said Iroqdan kelayotgan chaqdala Mus'ab ibn Umayr raziyallohu anhuga Alloh bilan qasamki, mana oldinga iymondan bosh tortmaydi degan edi. Shunga Mus'ab raziyallohu anhu Saidga o'ltirmamsan, anglab ko'rgin, agar sen rozi bo'lgudek ish bo'lsa, qabul qilarsan, navoda sana yoqmasa, biz ketmamdiq, dedi. Said, so'zing o'rinliq, dedi-da, naysini yerga sanjib qo'yib, Mus'abning oldiga kelib o'ltirdi. Mus'ab uningga islomni tushundirdi va Qur'on tilovat qilib berdi. U mundoq degan: u ig'zini ichib ifoda bildirgicha, uning chiroyi jilva qilib mamnun bo'lganligidan uningga islom ta'sir qildi deb o'ylagan edik. Tilovat oyoqlashgandan keyin u: bu nima degan go'zal, shirin kalom, nima degan yaxshi din, bu dinga kirmoqchi bo'lsa, nimalarni ado qiladi deb so'radi. Mus'ab raziyallohu anhu uningga: usul tarat olasan, kiyimingni poklaysan, guvohlik kalima shahodat aytsan, orqadan 2 rakat namoz o'qiysan, dedi. Said o'rnidan turib, uning degandek qildi. Ondan naysini qo'liga elib, o'z qavmining majlisiga keldi. Ular Saidni ko'rib, Alloh bilan qasamki, u cho'qim boshqa holat bilan yenib keldi, deyishib o'tirgan edi. Said ularning qishig'iga kelib to'xtadi. Bani Abdul Ashhal jamoati, sizlar menga qanday qaraysizlar, dedi. Ular: bizning boshliqimiz dono fikrlik yaxshi odamimiz, deyishdi. Said: undaq bo'lsa, sizlarning har ayol, har qandoqinglar Alloh va Allohning payg'ambariga iymon keltirmaguncha menga gap qilish harom, debdi. Buning bilan shu kuni kash kirgan qadar Bani Abdul Ashhal jamoatida faqat birla ismi Usayramdan boshqa musulmon bo'lmagan bir odam qolmadi. Faqat u Usayramning musulmon bo'lishi Uhud urushigacha kechikib, u ashu urush bo'ladigan kunida musulmon bo'lib jangga qatnashdi. Usayram mushriklarni nurg'un talafotga uchirtib, oxir shahid bo'lib ketdi. Demak, u Alloh taolo uchun 2 rakat namoz o'qib, beshini sajdaga qo'yib baxmagan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning haqida: u oz amal qilib, ko'p ajrga erishadigan bo'ldi, dedi. Mus'ab ibn Umayr raziyallohu anhu Asad ibn Zurara raziyallohu anhuning uyida turib, kishilarni islomga da'vat qildi. Buning bilan Madinada Ansar aymoqlaridan musulmon yo'q bir uy yoki oila qolmadi. Hammasida musulmon ayollar bor edi. Faqat Bani Umayya ibn Zayd, Harima va Voil mahallasida bir qancha oilalar qolib qoldi. Ularning ichida Qays
ibn Aslad ismli bir shoir, ular uningga itoat qiladi. Mubar edi. U o'z qavmi bilan islomni qabul qilishni kechiktirib, toki Hijriyaning 5-yili Xandak urushi oldida musulmon bo'ldi. Kelar yili, ya'ni Biyasatning 13-yili haj mavsumi yetib kelishdan burun Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu Nusrat qush bishoratlarini elib Makka qaytib keldi. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Yasrib qabillarning xabarlarini va u xalqdagi yoshirin kuch-quvvat, yaxshi xislatlarni, o'z-o'zini qadrlash, xo'rliq bosh egmaslikdek aloyliklarni so'zlab berdi. Ikkinchi, Aqaba bayiti. Biyasatning 13-yili milodiya 622-yil 7-ay. Haj mavsumida Yasriblik musulmonlardan 70 necha kishi haj qilish uchun Makkaga keldi. Ular Yasribdagi texnicha musulmon bo'lmagan mushrik hojilar bilan birga kelgan edi. Ular Yasribdagi cheg'ida bo'lsin yoki yo'lda kelayotganda bo'lsin, izchil holda biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni Makka tog'larida qachongacha sargardon bo'lib, dakka-duki ichida yurishiga qarab turamiz deb savol qo'yishadi. Ular Makkaga kelgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan yoshirin aloqalashib, tashriq kunlari, ma'nosi Zulhajjaning 11, 12, 13 kunlarini ko'rsatadi ekan. Kunlarining o'tirlarida Mina teg'idagi Jamratul Ula deganimiz hozir bu yerni Uyg'ur hojilar kichik shaytonga tosh otadigan joy deb atishadi debdi. Degan yerga Aqaba davon yendiki jilg'i ichida uchirishni tun qorong'usida intayin maxfiy ilib berishga kelishdi. Biz hozir Ansar rahbarlaridan birini islom dini bilan mushriklar keskin ilishayotgan ashu hayot mamatlik kunlarda tarix chaqini o'ngga burg'an bu ahamiyatli uchirishni so'zlab berishga taklif qilaylik. Kayb ibn Malik Ansari raziyallohu anhu mundaq deydi. Biz Makkaga hajga bordik va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan tashriq kunlarining o'tirlarida Aqabada uchirishga va'dalashdik. Biz bilan jamoatimizning boshlig'i obro'li zot Abdullah ibn Amru ibn Haram bizga birga edi. Biz uni hajga birga elib kelgan edik. Biz mushrik safardoshlarimizdan bu uchrashishni boshdan oxir sir tutgan edik. Shunga biz uningga Abu Jabir Abdullah ibn Amruning kuniyati, sen bizning boshlig'imiz ham jamoatimizning nopusli arbabi. Sening mushubiti g'aflatda ketaverib, oxir do'zaxga kuyunda bo'lib ketishingga chidab tura olmaymiz, dedi. Ondan uni islomga da'vat qildik va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Aqabada uchrashadiganligimizni uqtirdik. U mundaq deydi. Shuning bilan Abdullah shu an musulmon bo'ldi va biz bilan Aqaba uchrashishiga qatnashib jamoatimizning vakili bo'lib saylandi. Kaib raziyallohu anhu ya'ni mundaq deydi. Shuning bilan biz Yasribdan birga kelgan mushrik safardoshlar bilan qonalg'ularimizga kirib uxlab qoldik. Kechaning 3dan biri o'tib edi, yotgan joylarimizdan hech kishiga to'ydirmay sug'urilib chiqib, Aqabadagi yilqi jilg'iga to'plandik. Biz 73 er va 2 ayol Tasiba Kaybning qizi Bani Mazin jamoatidan, Asma va Amrining qizi, ya'ni Salima jamoatidan edi. U yana mundaq degan: biz jilg'iga yig'ilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kelishini kutib o'tirdik. Uzoq o'tmay Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mu yetib keldi. Uning bilan tog'asi Abbos ibn Abdul Muttalib birga keldi. U ashu kunlarda texi musulmon bo'lmagan bo'lsa-mu, biroq u qarindishining o'g'lining bu ishiga qatnashib, uning uchun ahd paymon
elib, ishni puxtalash uchun kelgan ekan. Şoň u tunji bo'lib söz qildi. Söhbətning başlanğanlığı və Abbasның məsuliyyətinin ig'irligini o'tirib qo'yganligi. Yig'ilishqa qatnashishga tegishliklar to'liq kelib bo'lgandan keyin diniy va siyosiy ahdlarni tuzish uchun suhbat boshlandi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tog'isi Abbas ibn Abdulmuttalib dastlab so'z qildi. U ko'pchilikka bu ittifoq ahdisini tuzgandan keyin ularning zimmasiga yuklangan mas'uliyatning ig'irligi o'tirg'a qo'yib mundaq dedi. Hazaraj xalqi. Arablar Avs va Hazrajdan iborat bu ikki qabilani Hazraj deb ataydi. U Muhammed sallallahu alayhi vasallamning jamoatimizdagi o'rnini bilisizlar. Gerçi biz uning dinida bo'lmasaqmi, uni o'chmanlik qilg'uchi muxolif kuchlardan qo'llab kelyapmiz. E'lon qishimizda tursa, davomli azizlandi va fidokorlik bilan qo'g'dilindi. U sizlarga qaytilib, shu taraflarga ketmoqchi bo'lyapti. Şoňa sizlar uningga bergan va'danglarga amal qilsanglar va uni dushmanlaridan qo'g'diy olsanglar, barsin. Navoda sizlar uni o'z yurtidan elib chiqib ketgandan keyin tashlab etib, dushmanlarga fursat yaratib berdiganlik bo'lsanglar, mana hozirlik qilib qolsin. U o'z jamoati va o'z vatanida obdan azizlandi va qo'g'dildi. Kayib raziyallohu anhu mundaq deydi. Şoň bilan biz uningga sening gapingni angladik. Ahdi sen bir gap qilib baqqin, ey Rasulullah, o'zing uchun, Parvardigoring uchun qanday shartlaring bo'lsa, o'tirg'a qo'ygin dedi. Mana bu javob ularning bu ulug'vor mas'uliyatni ado qilishda va uning xatarlik oqibatlarini ustiga ilishda yuksak iroda, qat'iy niyat, botirona jasorat va komil iymonga ega ekanligini ko'rsatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zining demoqchi bo'lganlarini o'tirib qo'ydi, andin bay'at tamom bo'ldi. Bay'at moddalari. İmam Ahmad rahimahulloh vaqaning tafsilotini Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qildi. Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga, "Ey Rasululloh, sana nimaga bay'at qilamiz?" degan edi. U mundaq dedi: Birinchi, mayli ruhinglar ko'tarangu, jushqun holati bo'lsin va yoki ruhsiz, bo'shang holati bo'lsin, gapimni anglashga va itoat qilishga. Ikkinchi, mayli qiyinchilik, mayli kangrichilik mezgillari bo'lsin, hammasida pul mollaringlarni aymaslikqa. Uchinchidan, yaxshi ishlarga buyurishga, yomon ishlardan to'sishga. To'rtinchi, Alloh yo'lida sabit barqadam bo'lishga va Alloh uchun har qanday tapa malomatdan qo'rqmaslikqa. Beshinchi, men u yerga borganimda menga yordam qilishga va meni o'z nafsinglarni, xotin qizlaringlarni va bola chaqanglarni qo'g'digandek qo'g'dashga bay'at qilasizlar va uning badaliga sizlarga jannat bor. Ibn Isaq rahimahulloh Kayib ibn Malik raziyallohu anhudan naql qilgan bu hadisda mushu moddalardan eng oxirgi bir moddada mundaq deyilgan. Şoň bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'z qildi. Qur'on tilovat qilib berdi. Alloh taolo tarafga da'vat qildi va islomni tushuntirdi. Ondan mundaq dedi: Men sizlardan meni xotin va qizlaringlarni va bola chaqalaringlarni qo'g'digandek har qanday bir kelishmaslikdan qo'g'dashga bay'at qilaman. Tüyüksüz bir telefon gelip kaldı, keçirsizler. Qarindoshlarım. Davamlaştırıp beraylik. Şunun bilan Barai ibn Ma'irur Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'lini tutib, shundaq seni ahdin bilan payg'ambar qilib avatgan Alloh bilan qasamki, biz seni jinimizni qo'g'digandek qo'g'daymiz. Bizning bayitimizni qabul qilgin. Ey Rasululloh, azbiroyi Xudo, biz jang maydonida cho'ng bo'lganlarimiz, jangi bormiz. Jang bizning oti mirosimizdir, dedi.
Kayib raziyallohu anhu mundaq deydi. Bir ay Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yuqorqi gapni deb turadi. Abu Haysam ibn Tayhan gapni bilib atdi. U, Rasululloh, bizning odamlar, ya'ni yahudlarni demakchi, bilan to'xtam ahdlarimiz bor. Biz uni buzib tashlamoqchi bo'lyapmiz. Agar shunda qilsak, keyingi kunlarda Alloh seni g'olib qilsa, bizni tashlab Makkadagi qarindoshlaringning yeniga ketib olarsanmi? Dedi Rasululloh. Tabassum qilib kulib qo'ydi va mundaq dedi: "Yo'q, men sizlar bilan go'sh bilan qandak va xish bilan laydak. Balki men sizlar mening, sizlarning dushmaninglar mening dushmanim, sizlarning do'stinglar mening do'stim." Bay'atning mas'uliyatini qayta ta'kidlash va ching'itish. Bay'atning shartlari haqida suhbat oyoqlashib, ko'pchilik bay'at berayli deb turganda, oldingi 2 yil, ya'ni Biyasatning 11-12 yillarida musulmon bo'lgan pishqadam musulmonlardan 2 kishi ko'pchilikka ahvolini yaxshi tushunmay turib bay'at qilib salmaslik uchun bay'at ahdisining mas'uliyatini ta'kidlash va ularning qurban berish irodasining qanchalikligini sinab beqish maqsadida orqadan o'rnidan turib so'z qildi. Ibn Isoq rahimahulloh mundaq deydi: "Ular bay'atga qo'l berishga tayyor turganda Abbos ibn Ubada ibn Nazla o'rnidan turib, qarindoshlar, bu odamga nimaga bay'at berayotganinglarni bilamsizlar?" dedi. Ko'pchilik "Ha, bilamiz" deyishdi. Abbos: "Shubhisizki, sizlar uningga dunyodagi barliq oq tanlik va qora tanliklar bilan dushmanlashishga bay'at qilyapsizlar. Agar sizlar iqtisodinglar ziyonga uchrab, yaqin qarindoshinglar chiqim bo'lib ketgili tursa, uni tashlaydigan bo'lsanglar, mana hozir uchqindanglar. Mushu yerda qolsin. Unda qilish ilohim saqlag'ay. Dunyo va oxiratda sachilikdir. Ammo mol-mulk, jon, tan demaymiz, payg'ambarga bergan va'damizga vafo qilamiz desanglar, bu dunyo va oxiratlik nijotlikning bishoratidir" dedi. Ular mol-mulkimizdan ayrilsaqmi, eng mo'tabar kishilarimizdan juda bo'lsaqmi, Rasulullohni cho'qim elib ketamiz. Rasululloh, agar biz va'damizga vafo qilsak, bizga qanday mukofot bor? deyishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jannat deb javob berdi. Ular taraf-tarafdan qo'lingni chiqargin deyishib, qo'llarini sunib bay'at qilishga boshladi. Jabir radhiyallohu anhuning rivoyatida mundaq deyilgan: "Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bay'at qilish uchun o'rnimizdan turib edik. Asad ibn Zurara u hammamizdan kichik edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'lini tutib turib, "Ey yashrib xalqi, oldirmanglar. Biz bu kishining Allohning elchisi ekanligiga iymon etganligimiz uchunla uning yeniga tuyg'ularimizni asirtib yugurishib keldik. Bugun uni elib chiqib ketish deganlik barliq arablar bilan munosabatni uzish, botir azmatlarimizni o'limga tutib berish deganlikdir. Mushunga sabr qilib bardoshlik berasanglar, elib chiqib ketaylik. Ajrimizni Xudo kamil berar. Ko'nglinglarda oz to'la g'am endishi bo'lsa, mush yerda qolsin. Bu sizlar uchun Allohning oldida eng yaxshi o'sirdir" dedi. Bay'at ahdnomasi. Bay'at moddalari bekitilib qayta ta'kidlangandan keyin qo'l ilishib ko'rishish usuli orqali bay'at boshlandi. Jabir radhiyallohu anhu Asad mundaq deydi: "Ular, ey Asad, Rasulullohning qo'lini qo'yib, Alloh bilan qasamki, biz bu bay'atni qo'ldan bermaymiz. Bay'atdan keyin xiyonatni qilmaymiz" deyishdi. Bu chaqda Asad radhiyallohu anhu ko'pchilikning naqadar qizg'in, fidokor irodasining kuchli ekanligini bildida, u bosh bo'lib bu bay'atga qo'l berdi. Ibn Isoq rahimahulloh mundaq deydi: "Bani
Najjar cemaati Asad ibn Zurara radhiyallohu anhuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qo'lini tunji bo'lib tutgan kishi deyishidi. Shuningdan keyin umum yuzlik bay'at qilish boshlandi. Jabr radhiyallohu anhu yana mundaq deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yeniga birdan berib bay'at qilatdik. Bizning bay'at faoliyatiga qatnashgan hiliqi ikki ayol oqsoki bay'at qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birmi yot ayolning qo'lini tutmagan edi. 12 vakil bay'at oyoqlashgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ulardan bay'at moddalarini ijro qilishda o'z qavmlariga mas'ul bo'la oladigan nufuzli kishidan 12 kishini vakil qilib ko'rsatib berishni talab qildi. U mundaq dedi: Sizlar menga qavminglarning ichidagi ishlarga mas'ul bo'ladigan 12 kishini ko'rsatib beringlar. Shuning bilan darhol ularning nomzodi ko'rsatilib, vakillar saylab chiqildi. Ular Hazraj qabilasidan 9, Avs qabilasidan 3 kishi edi. Ularning ismlari tuvandikicha: Hazraj qabilasining vakillari Asad ibn Zurara, Said ibn Rabiya ibn Amru, Abdullah ibn Ravara, Rafiya ibn Malik, Baray ibn Ma'iru, Abdullah ibn Amru, Ubada ibn Sahid, Said ibn Ubada, Munzira ibn Amru. Avs qabilasidan Usayd ibn Uzayr, Said ibn Haysama va Rifaha ibn Abdul Munzir. Mazkur vakillar saylab chiqilgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu vakillarga mas'ul yo'lchi bo'lish sifati bilan ulardan qayta ahdu paymon elib mundaq dedi: Havariyun, ya'ni Isa alayhissalomning sohibalari, ular o'z qavmlariga kepil bo'lgandek, sizlarmi o'z qavminglarga kepilmi? Menmi o'z qavmim, ya'ni umumiy musulmonlarga kepil? Vakillar albatta shundoq deyishdi. Shaytonning yig'ilishini pash qilib qo'yishi. Ahdinomni chingitish ishi oyoqlashib, bayatchilar tarqalish oldida turganda bir shayton bu yig'ilishni pash qilib qo'ydi. Bu shayton mazkur ahvolni eng oxirgi minutlarda bayqab qolgan bo'lg'achqa, texi jilg'idan ayrilib bo'lolmagan bayatchilarni to'pilab tutib, adibini bergizish uchun Qurayshlarga yoshirin xabarlantirishga ulgurolmaydi. Şun o ikiz bir dövüge çıkıp en yukarı ovoz bilen "Ey yerlik aholilar, sizlar Muhammed ve onun ahdileşken bir uçum kişiler bilen karınlar yok mu? Ular sizlarga karşı janggohda uçurishga kelishdi" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlap, bu mushu vadining razili edi. Hep to'xtab tur. Xudoning dushmani, sen bilan ayrim ilishmisam dedi. Ondan ularni tarqitib ketishga buyurdi. Ansarlarning Qurayshlarga zarb berishga tayyorlanishi. Yelqi shaytonning ovozini anglagan Abbas ibn Ubada ibn Nasla seni haqdin bilan avatgan Alloh bilan qasamki, sen ma'qul ko'rsang biz atiganda minaga qilichlarimizni ko'tirib chiqamiz dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biz hozir unda qilishga buyurilmadik. Hozircha yotoqlaringlarga qaytib turinglar dedi. Shun bilan ular qo'nal qo'llarga qaytib uxlab qolishdi. Quraysh tarafning Yasrib qatilariga norozilik arzi sunganligi, shayton mal'unning bu sadosi Qurayshlarga anglandi. Ularning ichida tashvish va ansizlik paydo bo'ldi. Chunki ular bundaq bayatning oqibatining o'zlarining hayoti va mol-mulkining bexatarligiga nisbatan qanchalik og'ir tahdid bo'lganligini obdan biladi. Shun ular atsi tang so'zlishi bilan tang Makka qatiboshlari va bir qism o't quyruqli oqsoqollardan bir guruhni tashkillab, eliqi to'xtamga norozilik bildirish uchun Yasribliklar tushgan manzilga keldi va "Ey Hazrat xalqi, o'qishimizcha sizlar bizning heliq odamimizning yeniga kelib, uni bu yerdan elib ketmoqchi bo'lib etibsizlar va uning uchun biz bilan urushishga, o'limga ahd beribsizlar.
Azbray Xudo, har qanday bir arab qabilasiga silishtirganda sizlar bilan qilish tanlashtish ko'nglimizga baxmaydi deyishdi. Bay'at tun nisbada intayin maxfiy ravishda elib berilg'achqa haj o'miki ichidagi mushriklar buningdan qilchi xabarsiz edi. Shunga bu mushriklar hang-tang bo'lishib, bu nima gap? Bu yerda hech ish bo'lmadi deyishib qasam ichib berishdi. Shuning bilan ular Abdullah ibn Ubay ibn Salulning qishig'i keldi va ko'pchilikning oldiga chiqib, bu degan yolg'on gap. Bizda bundaq ish bo'lmadi. Mening qavmim bu yerda emas. Hatto Yasribdagi chog'dimi mendan beso'roq ish qilmaydi, dedi. Musulmonlar bir-biriga ma'nili qarshi qo'yib, birsim eg'iz ichib, shundaq yoki emas demay jim turishdi. Quraysh taraf o'sha mushriklarning gapiga ishonishga majbur bo'lib, amalsiz qaytib ketishdi. Mazkur xabarning rostligining isbotlanganligi va Qurayshlarning bayatchilarni qo'lg'anligi. Quraysh vakillari iliq chaqda xabarning rost yolg'onligini jazmlashtirib qaytgan edi. Lekin ular Makkaga qaytib kirgandan keyin davomli surishtirib, tekshirib, oxiri xabarning rostligini bayat haqiqatan butilib bo'lganligini isbotladi. Ammo bu chaqda hojilar allaburun Makkadan ayrilib bo'lgan edi. Shunga ulardan bir to'p otliq tezdan tayyorlanib, Yasribliklarni qo'g'lab tutishga otlandi. Lekin fursat qo'ldan ketgan bo'lg'achqa Said ibn Ubada bilan Munzira ibn Amrdan boshqa hech kimni uchirta olmadi. Ular bu ikki kishini ko'rib qilib qo'g'lashga boshladi. Og'ir Said ibn Ubadni tutib olib, qo'llarini va o'z ulig'ining chulviri bilan bo'yniga qayirib bog'lab, urib tillab, chasaqallardan so'rab Makkaga elib kirdi. Lekin u shu hamolla Makka peshvolaridan Mut'im ibn Adi va Aris ibn Harab ibn tarafidan himoyasiga erishdi. Ularning qo'lidan qutulib, Yasribga qaytdi. Chunki Said uningdan ilgari ularning karvonlarining Madinadan bexatar o'tishiga ko'p qatim kafolatlik qilgan edi. Ansarlar yo'l ustida Saidning tutib ketilganligini o'qib, Makkaga qaytib Saidni qutqizib chiqishni o'ylashayotganda Said Iroqdan paydo bo'lib keldi. Shuning bilan hammaylan sog'-salomat Madinaga yetib berib oldi. Mana bu bay'at tarixida cho'ng Aqaba bay'ati deb atalgan ikkinchi Aqaba bay'atidir. U tarqaq holatda yashayotgan mo'minlar o'tirsida do'stlik, ig'dorchilik va o'zaro yordamda bo'lish ahdnomasi o'rnatgan va to'lib toshgan ishonch, moddiy va ma'naviy jasorat ato qilgan. Mushu yo'lda barliqi atash irodasini tiklagan ahamiyatli cho'ng bir bay'at bo'lgan edi. Alayli Basriblik bir mo'min Makkada bo'zaq qilinayotgan yana bir mo'min qeyrindishiga ish og'irtiyotdi. Uningga bo'lishib, zolim kuchlardan uning antini elib bermoqchi bo'layotdi va uning vujudida Alloh taolo uchun do'stlashgan bu qeyrindishiga nisbatan haqiqiy kuyinish hissiyoti jo'sh urayotdi. Bu xil hissiyot va bu xil do'stlik tuyg'usi vaqtning o'tishiga ergishib, asta ajralib boradigan o'tkinchi, ya'ni vaqtliq mayillikning mahsuli bo'lmasdan, balki do'stlikning asosiy manbasi Allohga, Allohning payg'ambariga va Alloh nozil qilgan kitobga haqiqiy ixlos bilan iymon keltirishning amaliyotdagi julosi edi. Mana mushundaq iymon zulm, besim va har qanday yovuz kuch oldida sunib ketmaydi. Mana mushundaq chin xolis iymon harakatga kelsa, aqida va amalda o'z karomatini haqiqiy ravishda ko'rsatadi. Musulmonlar mana mushundaq komil iymon orqali dunyo tarix betiga shundaq ulug'vor, shundaq katta ishlarni butahladi. Aziz qarindoshlarim, vaqt yarim soatdan o'tib ketibdi. Yarim soatni nishon qilgan. O'zimni rost gap qilsam faqatlamliqi to'xtalmayapman bu o'qishdan shunchalik. Hamma o'qib bugun tugatayotgan bahras gap qilsam kecha o'qib bo'lsimi davomiga shunchalik qiziqyapman. Lekin ko'pchilikning menimcha unchalik jiq vaqti yo'q.
Allah buyursa, әділіге davomini yana mush vaqtda qarindoshlarımның diqqatiga sunaman. Hammanglarning mush vaqt xayrlik bo'lsin. Diqqat berganinglarga rahmat. Kitobni bevosita o'qib tarqitish bo'lgandan keyin yana burunqidek ancha-muncha duduqlash ahvollari bo'libmi ismlarga kelgan vaqtida ko'rildi. Shu bularni to'g'ri tushunishinglarni va afu qilishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Allohga omonat. At ko'rishaylamizsa. Xo'sh.